Nihoyat u rozi bo'lgan uchrashuvga kechikmasligim uchun o'sha kuni vaqtliroq imkon qadar uchrashuv joyiga borishga harakat qildim. Rojdestvo bo'lgani uchunmikan? Atrof juftliklar bilan to'la edi. Men ham hamma qatori kimnidir kutayotgandim. G'alati. Vaqtini ham joyini ham aniq aytgandim-ku axir. Bu hodisa 2 yil oldin Rojdestvo arafasida bo'lgandi. U uchrashuvga umuman kelmadi. I love you from my heart. I love you forever with you. Ketdik. Akajonim hali ham turmaydimi? Tavba qilsam. Nega u bundan 2 yil avval uchrashuvga kelmadi ekan? Hali ham sababini bilmayman. O'shandan beri men Akajon, bu nima qilganing? Nega shkafda o'tiribsan o'zi? Hoziroq turmasang maktabga kech qolamiz axir. Akajon, bo'lsangcha hali uxlagim kelyapti. Kun sovuq hali turgim kelmayapti axir. asad-kech bor-ku. Agar akajon chiqmasa, unda o'zim kiraman. Javondagi planetalarni ko'rmaganimga ham ancha bo'libdi. Bas, senchi kirmaysan. Bu faqat o'zim zavqlanishim uchun yaratgan shohasarim bo'ladi. Shohasarmish. Shunchaki marker bilan chizib tashlagansan. Yo'q, men ham kiraman. Mayli, chiqaman hozir. Xayrli tong, Miya. Akajonim ahmoq. Birga maktabga bormaganimizga ham ancha bo'libdi. Rostdanmi? Baribir har safar meni tashlab o'zing ketib qolasan. O'zing juda emillagansan-da, Miya. Hozir uyda emasmiz, meni akajon deb chaqirma. To'g'ri, esimdan chiqibdi. Kechir. Maktabda menga yopishib yurma degan o'zing emasmiding? O, ana, mayli akajon, ko'rishguncha. Ha, Xayrli tong. u Miyani dugonasi ekanda. Chiroyli qiz bilan maktabga birga borish. Ertalab bundan ham yoqimliroq narsa bo'lmasa kerak. To'g'rimi, Tachibana? Seni taniymanmi o'zi? O'sha yana hazillikni boshladingmi? Uning singlimligini bila turib, ustimdan bunday kuladigan do'stim borligini eslay olmayapman. Juda zerikarlisan-da. Sanki yangi narsani ko'rsatmoqchi edim. Bu sen aytgan o'sha albommi? Eng yaqin do'stimni deb ataylab olib kelgandim. Lekin bu do'stligimizni bir tomonlama ko'rinadi. Va endi yaqinroqdan qarasam, sushi ustasining ikkinchi o'g'li. Boshlang'ich maktabdan beri birga qiynaydigan qadrdon do'stim. Tilim birdan tezlashib ketdimi? Kechir.
Hechqisi yo'q, hammasi joyida. Nima bo'lganda ham baribir eng yaqin do'stimsan Tajibana. Qalay ekan? Bunchalik hayajonlanishga hojat yo'q. Dahshat ekan. Rostdanmi? Shunaqa degan rostdan ham zo'rga o'xshayapti. Senga ham berib turaman, xavotir olma. Yoki senga berishim shart emasmikan? Nima deysiz? Yo'q, haligi do'stimsan-da, do'stim. Tinchlikmi? Bu Morishino senpai emasmi, qara. U shunchalik chiroyliki, xuddi tushdagidek, xuddi albomdagi rasmlarga o'xshaydi. To'g'ri aytasan. Morishima senpai har doimgidek juda go'zalda. Maktabimizda uning muxlislari juda ham ko'p. Yaqinda sinfimizdagi bir yigitni rad qilgandi. Tezroq bora qolaylik, kechikamiz. Shu sababli kechiksak senga hech nima bermayman. Bu yilgi maktab asoschilari festivali ham yaqinlashib qoldi. Shuning uchun sinfimizdan qo'mita a'zolarini saylashimiz kerak. Xo'sh, kimda xohish bor? Takahashi-sensei. Agar hech kim xohlamasa, men qilaman. Oyatsuji-san, axir sen sinf sardorisan-ku. Yana bitta vazifani bo'yningga olmoqchimisan? Mayli, bir oy kelganligi uchun sinf sardori sifatida unchalik ishim qolmadi. Rojdestvo arafasidagi asoschilar festivaliga ham oz vaqt qoldi. Tushunarli. Unda senga ishonamiz. Omad. Noyabrning o'rtasiga ham keldik. Oyatsuji har doimgidek hech kim xohlamaydigan ishlari qilib yuradi. Juda mehnatkashda. Xo'p. Boshliq, tushlik qilamizmi? Mayli. Bugun bulochka sotib olamizmi? To'xtab turinglar. Nima gap, Kaoru? Men ham bulochka yemoqchi bo'lib turgandim. Unda biz bilan birga borasanmi? No. Hammamiz borsak qizig'i qolmaydi. Tosh qaychi qog'oz o'ynaymiz. Yutqizgan odam esa uchalamizga ham bulochka sotib oladi. Qalay? Gap yo'q bor. Qani boshlaymiz? Tosh, qaychi, qog'oz. Menga yakiso banana bilan shokoladli konfet. Menga esa go'shtli sendvich va lovyali bulochka. Xo'p. Navbatni qaraya. Birinchi sinf bo'lsa kerak. Bunday paytda non sotib olishning o'zining siri bor. Ketdik. Senga nima kerak? Non olgani keldingmi? Shirin dondan bittasini olmoqchi edim. Buni menga qo'yib ber. Buni ol, sut va shirinlik. Rahmat. Shunchaki ko'zimga ko'ringanini oldim. Lekin qancha bo'ldi? Pulimi? 360 yen bo'ldi. Keyingi safar o'zing harakat qilib ko'r. Hozirgi qiz yuzlari qizarib dovdirab qoldi. Yordam bermasam bo'larmidi? Sen Hammasini tezroq terib olishim kerak. Ammo tegishdaqa bo'ling. Morishima senpai. Iye, oldin uchirish kelmadik. Hoy, tushirib qo'yasan. Tegishdaqa yigitcha. Kechirasiz. Rahmat katta. Biz birinchida yaqinda ekan. Biror joyda ko'rishganmidik? Yo'q. Tushunarli, shunday bo'lsa kerak. Odatda ko'rishgan odamlarimni eslab qolaman.
Anavi birinchi sinf qizga non olib bergan senmasding. Ha, men edim. Yaxshi, haqiqatdan ham sen men ekansan. Xayr, yana yig'ilishma tag'i. Morishima senpai bilan gaplashdim. Haliyam undan kelgan yoqimli ifor. Rihoko, Senda hammasi joyidami? hech gap yo'q. Ha, Nima? rostdan ham bularni hammasini o'zing yemoqchimisan? Albatta yo'q. Ha, shunaqadir. Lekin bularning hammasini o'zing bemalol yeb qo'ya olasan kerak, Riko. Yo'q, unchalik ko'p yeya olmayman axir. Shunchalik ham ingillaysanmi? Ochlikdan o'lib qolay dedim. Yaxshi, ham o'lib qolmadim. Menda nima gunoh? Har xil ishlar bo'lib ketdi-da. Masalan, qanaqa ishlar bo'ldi? Ovqatlanayotganingizda xalaqit berganim uchun uzr, lekin bir daqiqa vaqtingiz bormi? Ayachorisan, tinchlikmi? Takahashi sensei, bugun kecha hamma kelajak rejalarim ketasini topshirsin degandi. Lekin faqat siz topshirmabsiz, Tachibana-kun. Bugun ketishdan oldin topshirib keta olasizmi? Esimdan chiqib qolibdi-yu. Sal keyinroq beraman. Yaxshi bo'lardi. O'zim ustozga topshirib qo'yaman. Turib qo'yganim uchun uzr. Hech qisi yo'q. Biroz nima bo'ldimi? Shunchaki Umihara qayoqqa ketganini bilmoqchi edim. Sumkasi haliyam partasida turibdi-yu, ketmagan bo'lsa kerak. Agar Umihara-kunni qidirayotgan bo'lsangiz, kutubxonaga ketyapman degan. Rostdanmi? Boyagi nonning pulini haliyam bermaganda o'shani so'rab olishim kerak. Unda borib so'rab qo'ying. Ha, mayli, borib kutubxonani qarab ko'raman unda. Uning yangi foto albomiga ham yaxshilab ko'z yuritishim kerak. Kechirasiz. Voy, sen o'sha tushlikka rosa ko'p yeydigan bola emasmisan? Ayni bunday bo'ldi-da. Kechirasan. Birovni qidirib yurganim uchun shoshilayotgandim. Hech qisi yo'q, xavotir olma. O'zim ham yo'limga qaramay kelayotgandim. Nima bo'lganda ham kitoblarimni ko'tarib menga katta yordam beryapsan. Rostdan ham hammasi joyidami? Jannatda qidirayotganga o'xshayotgandek. Xavotir olma, hech qisi yo'q. Unda biroz ishim bor edi, lekin keyinroq qoldirsa ham bo'laveradi. Morishima senpaining yukini ko'tarishdan ham muhimroq ish bo'lishi mumkinmi? Hibikicha, Haruka, nima bo'ldi? qara, kutubxonada kichikchalar haqida shuncha chiroyli rasmli kitoblar bor ekan. Olishga urdim-u, lekin ularni ko'tarib yurish biroz qiyin bo'ldi. Shuning uchun yordam berib yuborishini so'radim. Salom. Kechirasan, Haruka senga qiyinchilik tug'dirgan bo'lsa kerak. Hech qisi yo'q. Hech qanday qiyinchilik joyi yo'q buni. O'zi bekorchi bo'lib turgandim. Haruka, qani unga chiroyli qilib rahmat aytib qo'y. Rahmat. Lekin ismimni ham bilmas ekanman-ku. Rostdan, men 2-A sinfidan Tachibana Junichiman. Rahmat senga, Tachibana Junichi-kun. Arzimaydi. Juda hayronman. Hatto ismini bilmay turib ham unga shuncha ishlarni qildirdingmi? Ismini bilmagan bo'lsam ham, lekin Tachibana kunga ishonsa bo'lishini bilgandim. Nega? Chunki Tachibana kun juda ham mehribon. Tachibana, mana buni qara. Kutubxonada shunaqangi xazina foto albomlarini yashirib qo'yishgan ekan. Bu haqda ichim bilan yugurib olib keldim. Senga nima bo'ldi? Yana bir bor urinib ko'rsammikin, a? Nima deyapsan? 2 yil oldin yo'qotgan o'sha tuyg'ularni, men ularni qayta topishni xohladim. Nima bo'ldi? Morishima senpai.
U maktabning yulduzi va ehtimol erishib bo'lmasdir. Lekin men unga oshiq bo'layotganimni sezyapman. Ey, sening yuzlaring qizarib ketyapti. Yaxshimisan? Ikki yil avval Rojdestvoda yuragim singan edi. Yana shunday holatga tushishdan qo'rqib qoldim. Lekin bu yil men albatta muborak Rojdestvoni o'tkazaman. Morishima senpai men uchun juda yuqori darajada. Kutubxonadagi o'sha voqeadan beri uni ko'rmadim. Bunday silliq ketmasligi aniq edi shekilli. Morishima senpai. Morishima senpai. Nimalar bo'ldi Morishima senpai? Men bir guruh bolalar bir-biri bilan sakrab o'ynayapti deb o'ylagandim. Toki sizni ularning yonida ko'rmagunimcha, shuning uchun men ham qo'shilishni xohladim. Birdan paydo bo'lib qolganingizga men juda hayron qoldim. Men qo'shilishimga qarshi bo'lmasangiz kerak deb o'ylagandim, Tachibana-kun. Chunki siz juda yaxshi insonsiz. Sakrab o'ynamaganimga ham ancha bo'ldi-ku. Boshlang'ich maktabdagi bolalar bilan o'ynardim. Rostdanmi? Akajon, Miya. Bu Morishima senpai. Uni eshitgansan. Senpai, bu mening singlim Miya. xayrli kun. Singlingiz juda shirin. To'g'ri aytasiz. Shunchaki u biroz sho'xroqda. Men darsga borishim kerak, shuning uchun ketyapman. Xo'y, Miya. Unga nima bo'ldi? Meni hozir yomon ko'rsa kerak. Miyajon juda yoqimtoy-ku. U xuddi mushukchaning o'zi. Rostdanmi? U bilan yaqinroq bo'lib birga aylanib, birga cho'milishni xohlayman. Cho'milish? Ha, juda qiziq bo'ladi. Morishima senpai bilan Miya birga cho'milyapti. Rostdanmi Harujon, shuni o'zi yetadimi? Aynan shunday. Lekin buni mana bunday qilish kerak. Shundaymi? Ha, sendan zo'r chiqadi, Miya. Lekin bu sal qitqilar ekan. Nima bo'lganda ham keyin Miyadan nega kayfiyati yo'qligini so'rab olishim kerak. Miya, Ha, akajon. Tinchlikmi? bugun tushlikda nega Morishima senpaiga bunchalik qo'pol munosabatda bo'lding? U seni yoqimtoy deb yaqinroq tanishmoqchi bo'lgandi-yu. Sira ishonmadim. U senga shunaqa muomala qilib, senga gapirishiga. Chunki Morishima senpai juda chiroyli va qomatga kelishganda. Senga nima bo'ldi o'zi? Birdaniga oshiq bo'ldingmi? Sen juda ahmoqsan. Morishima senpai. Bu juda go'zal. Senpai, mana buni oling. Tachibana-kun. Bo'lmasa shamollab qolasiz. Rahmat, rostdan ham juda mehribonsan. O'zingiz nima qilayotdingiz? Shunchaki suvga qarab o'tirgandim. Suvga deysizmi? Menga suvga qarash yoqadi. Daryoga va mo'raga. Ajoyib eshitilar ekan. Negaligini bilmadim, lekin bu sizga juda yarashar ekan, Morishima senpai. Menga buni sen bilan Hibiga aytgansizlar shekilli. Voy, seni qara-ya. Unday emas. Rostdanmi? Yoki menga shunchalik mehribonman demoqchimisan?
Yo'q, aytmoqchisanki, meni yoqtirib qoldingmi? Hazillashdim. Anavi Tushunarli. Afsus, juda issiq ekan. sizni yoqtiraman. Sizni yoqtiraman, Morishima senpai. Rostdanmi? Ha, rostdan ham. Tushunarli. O'ylaganimdan ko'ra martroq yigit ekansan. Rostdanmi? Meni biroz hayron qoldirding. Rahmat. Rostdan ham xursand bo'ldim. Senpai. Lekin yo'q. Menga o'zimdan kattaroq va ishonchliroq insonlar yoqadi. Shunaqami? Ko'rishguncha Tachibana-kun. Qo'lingiz kelgani uchun katta rahmat. Rostdan ham juda issiq ekan. Tachibana-kun. Hozir meni rad etishdi. Rostdan ham unga sevgisi qildimmi? Yo'q, bu sevgisi emas edi. Lekin hozircha uyga qaytganim ma'qul. Akajon, keldingmi? Issiq go'shtli bulichkalar bor, yeysanmi? Sovuq ekan. Kira qolay. Play Studios tomonidan o'zbek tiliga o'girilgan ovoz berishi.